Brendi tovarlarga narx sindirish kerakmi o'rtoqlar? Men o'zim keldim. Louis Vuitton brendi ko'rayotgan bo'lsanglar, narxini oxirida aytaman, hozir birinchi asmerni ko'rib olsak ham bo'ladi, qizlarjonlar. Tadam qizlar, mana shu sumkamizni ko'rayotgan bo'lsangiz, ikkitasi bitada, ya'ni kashlogi bilan birgalikda chiqadigan sumkamiz Louis Vuitton Lux Coupéda kirgan 150 ming so'mga narxini chiqarib bordim. Yoqdimi sizlarga? Mana shunaqa korobkalarda bo'lsa, 150 ming so'm bo'lsa, rangi Louis Vuitton brendiviy bo'lsa, olib ketmaysizlarmi? Bemalol olib ketsanglar bo'ladi. Mana shu sumkamizni 150 ming so'mga xohlasanglar, onlayn ham zakaz qilsanglar, dostavka xizmatlarimiz mavjud. Mana buni bitta ko'rsatib o'ting. Made in Paris nima deyapti? Lux Coupéda bu ko'rasizlarmi? Ichlari ham вообще moshni 150 mingga narx sindirish bo'la qolsin deb sizlar uchun chiqarib bordim. Shoshilinglar.